Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2023 yili 30 dekabr shanba. Ya'ni bir kundan keyin biz 2023 yilni uzatib qo'yib 2024 yilni kutib olamiz. Har yil mana bu shundoq. Koni yil bilan yangi yilning almish sharpsida dunyoning hamma yerida kishilar har xil faoliyatlarni elib berish orqali, ya'ni shaxs sifatida, jamoat sifatida har xil faoliyatlarni elib berish orqali o'tgan yildagi, ya'ni ketayotgan yildagi o'zininki hayot kechmishlarini xotirlaydi ham yangi yildagi o'zining yangi yilga bo'lgan shu vaqt shu yangi yilda o'tkazadigan hayotiga nisbatan yaxshi tilaklarni tilashidi. Bu faoliyatlarning mazmuni rangarangligi ega bo'lib, bularning bir imo qildig'ini, ya'ni shu mazmunlarning bir imo qildig'ini nima desa, mening tushunishimda hayotlikni qadrlash, yillarning vaqtining qadriga yetish. Bu bizning marhum shoirimiz Abdulhamid Talibning Yillarga javob degan she'rida intayin yaxshi aks etgan. Ya'ni shu she'rdagi mono bir kuplet intayin qimmatli. Yırtılsa kalendarning bir varaqi, yoshlik gulidan to'kiladi bir yopirmoq. Yillar shamili yalpinadi izla ko'miladi, yopirmoqsiz daraxt bichara bo'ladi qaqshal. Demak, hayotimizda yopirmoqsiz daraxtdek yashab qolmayli, hayotning qadriga yetayli. Ya'ni hayotimizni, vaqtimizni yaxshi ishlarga ishlatgan vaqtda, mayli u ijodiyat bo'lsin yoki iyilik tiklash bo'lsin yoki boshqalarga yaxshilik qilishda bo'lsin, atrofimizdagi muhitning go'zallashiga to'p qo'shdi bo'lsin, ifodalansin degandan boshqa narsa emas deb tushunaman. Shuning bilan birlikda kishilar, o'xshamagan kishilar shu bir yilda o'ziningki hisob kitob daftarini qilishdi. Bu nuqul moliya jihatdagi kirim chiqim, foyda ziyon, pay cheklaridagi o'sish tushish masalasilar emas. Yoki salomatlikdagi o'zgarish masalasi, kishilik munosabatdagi har xil xushalliqlar yoki o'ngishsizliklar to'g'risida yakun chiqarishlar emas. Bu muhimi mushulardan tarkib topgan hayot kechmishlarining qismatlari haqida bir o'ylanib chiqish. Ya'ni shu o'tgan yil ichida men qaysi ishlarda yaxshi qildim, qaysi ishlarda ketkizib qo'ydim deb. Ya'ni xulosa qilgan vaqtda, tajriba saboqni yakunlagan vaqtda yaxshi ishni davomlashtirishning yo'lini kengaytgili bo'lganligi haqida izdangil bo'ldi. Ketkizib qo'ygan yetarsizliklarni tugatib, o'ngishsiz faoliyatlarga yoki o'ngishsiz ishlarga duchor qiladigan elementlarni yoki omillarni yo'qotib tashlagan vaqtda odamning ishlarida biroz yuksalanish bo'ldi deb qarayman. Masalan, bir odam uchun aytgan vaqtda onunki manzili egiz tog' bo'lsin. O manzilga o yoki o'zi xohlab yoki majburlanib mangadigan bo'lib qolsin. Bu kishi uchun eng yaxshi tog'ga chiqishning usuli bir dag'dam yo'l bo'lgan bo'lsa, masalan, palampaylik, hech qanday bir tahdid yo'q, jafosiz chiqa oladigan bir yo'l bo'lgan bo'lsa, ayt yaxshi bo'ladi. Lekin majburlanib qolgan vaqtda, u xil yo'l bo'lmagan sharoit ostida bu kishi muayyan bir chig'ir yo'llarni tanlab menish to'g'ri kelib qoladigan ish bo'ladi. Qiyoliq, masalan, jig'anliq, xo'qillar va tikanlar va jig'anliq yo'llarda menish to'g'ri kelib qoldi. Balki bu yovvoyi yo'llarningki hujumlarga uchrab qolish mumkin, xatar va jafoliq, mushaqqatlik. Shu jarayonda bu odam balkim unidan qoqishi mumkin. Nima deb qoqishaydi? Men ajabman, shu qismatga duchor bo'ldim deb. Jig'an puti kirib ketsa, vaysdigan gap, jafo odamni og'izdigan gap. İnsanın maiti odatda rahat parag'atga mayliroq, tabiiy rahat parag'atga mayliroq bo'lganlikdan buni xohlab ketmaydi. Lekin uni ma'may amallik, uning boshqa tanlashi yo'q. Shu jarayonda bu kishi yana jig'anliq yo'lningmi, o chig'ir yo'lningmi o'ziga tushliq muayyan bir yaxshi taraflarini ko'rib yetish shu jarayonda degan gap. Ya'ni tog' bag'ridagi echilgan mamkap gullari yoki har xil yova gullar ham ketib o'tib ana kiyikning ballarini akiltib yurishlari degan o'xshash go'zal tabiatni tomosha qilib menish mumkin. Tog'dan eqib kelgan arkin suvlarni ichib bozilishi mumkin. Demak, bu kishining shu chog'dagi kashmishlari uning uchun nuqul bir butunlay nachar ish emas. U jafodi qoldi to'g'ri, ammo uning yaxshi taraflari bor, aslimisi qoldi. Agar shu yo'lni ma'mgan bo'lsa, go'zallikni ko'rolmaydi degan gap. Shuna bizdagi hamma ishda bir xayr bor degan gap. Mana shundoq yerlarda aks etadi deb qarayman. Ya'ni
Japan müşavir tulgan bu keçmiş, av çığır yollarda meniş bu adamның iradasını küçeytidi, çidamçan kılıdı, hayatqa bo'lgan umidvorligini, o'ziga bo'lgan ishonchini oshirdi degan gap. Shunga birsinin bir gibi var. What's past is prologue deydi. Yani keçmiş mi? Bir muqaddimidir orada. Yani ötüp ketken yıllardaki to'g'ri qilgan ishlarimizdan xush bo'lsak, ketkizib qo'ygan ishlarimizdan saboq olsak, bo'ladi balkim bu keçmiş, yani shu yilning ichidagi o'tgan keçmişlarimiz shaxs sifatida masalan biz uchun bir agar nachar tarafdan o'ylasak, bir yomon tushdan o'yg'onganligimiz bo'lsa, balkim o ham yana kelar yili kelish oldida turgan keçmişlarimiz tajriba saboqlarini yakunlasak, kelar yili biz beshimizni o'tkazmoqchi bo'lgan bu yillarda, ya'ni o yil tutgan vaqtda bizning ko'rgan ishlarimiz, kunlarimiz bir keçmişga aylandi. O balkim bir yaxshi bo'lgan, go'zal bo'lgan reallikning boshlanishi mumkin, boshlanishi bo'lishi mumkin. Shunga what's past is prologue degan gapning o'zi keçmişmin bir muqaddimidir deb. Yani bo'lib o'tgan nachar ishlarga, ko'ngilsiz ishlar bilan qo'l yuvib o'tib, uni butunlay tashlab o'tib, yana bir parlaq atiga, yangi bir yilga tayyorlik qilishimiz kerak demakchi. Bu xil tayyorlik o'zimizni tushunishimiz, o'zimiz yashayotgan jamiyatni, dunyoni tushunishimiz bilan bog'lanishli bo'ladi. O'zimiz yashayotgan dunyoni, atrofimizdagi ishlarni, hayotning aylanish qonuniyatlarini, iqtisodning aylanish prinsiplarini tushunmay, biz ko'ngildagidek, orzu qilgandagidek hayotni barpo qilolmaymiz. Bu o'rganishdan, tirishishdan, anglashdan, o'qishdan, mutolaa qilishdan, izlanishdan, tanlash ilib berishdan, harakat qilishdan keladi. Bo'lmasa, ujmi pesh, og'zimga cho'sh degan bilan ujmimi pishmaydi, og'zingizga tushmaydi degan gap. Bu kanal iqtisodiy mazmunlarni ko'pchilikka amalga o'zimizning tilimizda, zag'ra tilda yetkazishni maqsad qilib qurilgan kanal bo'lganlikdan men 2023-yilgi iqtisodiy faoliyatlarga bir, ya'ni iqtisodiy faoliyat, dunyoning iqtisodiy keçmişlariga nisbatan bir xulosa qilib o'tay. Andan keyin 2024-yilga nisbatan bir nazar og'dirib o'taylik. 2020-yildan keyin shu chaqda boshlangan vaboning ta'siri, ta'minlash zanjiridagi o'zilish, 2021-yil Yevropada boshlangan urush qatorliq shundaq omillar pul pahallig'ini barliq keltirgan kishilarningki, sizlarningki xabaringlarda bor. Shuning bilan birlikda bu dunyoning hamma yerida pul pahallig'ini keltirib chiqarganlikdan markaziy banklar o'simni izchil uzluksiz o'stirish orqali pul pahallig'ini tushirmoqchi bo'lishgan. Oldingi yillarda, masalan 2022-yillarda pul pahallig'i bak eshib ketgan. Ammo 2023-yili dunyoning iqtisodida pul pahallig'ida umumyuzlik bir tushish bo'ldi. Bütün o'tgan qitim deganimdek, dunyo mamlakatlarining ichida Amerikaning iqtisodi eng yaxshi holatni saqlab qoldi. Eng yaxshi holat bo'ldi. Ya'ni milliy daromad ishib menayotgan, pul pahallig'i tushayotgan 4% dan to'van, ishsizlik nisbati to'van bo'layotgan. Amerikaning iqtisodini hisoblashlar hozir xulosa chiqarib bo'ldiki, 2023-yilda Amerikaning iqtisodi yumshoq qo'ndi deydi. Ya'ni o'simni o'stiraversa-mi, ishsizlik ortib ketgan bir ahvol bu. Bu yilning beshida nurg'un iqtisodshnoslar, hatta Amerikaningki Harvard universiteti prezident bo'lgan, Amerikaningki Harvard universiteti iqtisod fakultetiga ham professor bo'lgan, Harvard universitetiga prezident bo'lgan, keyin Amerikaningki moliya ministri bo'lgan Larry Summersmi 2023-yilning 5-ida 2023-yil Amerikaning iqtisodida chekinish ulab ketadi, recession bo'ladi degan. Nurg'un iqtisodshnoslar shunaqa degan. Amaliyotda mana shu bir necha kunning oldidagi iqtisodiy faoliyatlar, iqtisodiy ko'rsatkichlar nimani ifodalaydi desa, Amerikaning iqtisodi amaliyotda intayin yaxshi oxirlashdi. SP 500 paycha ko'rsatkichi 24% chiqqan o'tgan yilga qaragan vaqtda. Ya'ni o'tgan yili haqlar pensiya pullaridagi paychaga solgan pul ma'lum bozorga solgan mablag'larni da tuvallash bo'lgan emasmi? Yo'qitib qo'yishgan. Hozir tepib oldi, u pulni qaytarib oldi. Ya'ni
bu yılı Amerika'nın iqtisadi haleti sağlamlığı intayin yaxşı oldu degan gap yılning oxirida. Yılning beshida nurg'unlar umidsiz qaragan. Hatto menmo hozirgi shu o'simlikni o'stiraversa Amerikaning iqtisodi o'tgan yilgidan yaxshi bo'ladi, lekin bak yaxshi bo'lib ketmaydi degan amaliyotda yaxshi bo'ldi. Buni ba'zilar Amerika iqtisodidagi bir mo'jiza deb qarayotdi. Bunun sabablari nima degan vaqtda, sabablari 2022 yil 3 oydan boshlab bu yil 11 oygacha Amerika Markaziy Bankasi o'simni 11 qitim o'stadi. Qisqa vaqtning ichidan ko'p qitim o'stadi. Bu kerak keldi. Shuni bilan birlikda Trumpning vaqtida shu pandemik boshlangan emasmi? Shu vaqtda shu iqtisodni g'idiqlash, yordam berish pulini yo'l qo'ygan. Keyin Biden chiqib 1.19 trillion pulni taqatdi. Nurg'un millionlagan odamlarning namratlikqa cho'kib ketishining oldini oldi. Shu xil siyosatning intayin cho'ng yordami tegdi. Anandan keyin Amerikada emgak bozorining ahvoli nihoyatda yaxshi bo'ldi. Albatta, vaboninki ko'rsatgan ta'siri alomat bo'ldi. Kishilarningki ishga berib kelishdan tortib kunlik faoliyatlarga ta'sir ko'rsatdi. Masalan, COVID-19 degan Xitoyning Wuhan shahridan tarqalgan bu vaboni COVID-19 deganni ba'zida bu sabablar tufaylidan biz ishga berish uchun kishilar deganda mashinasini haydab nurg'un yo'llarni piyoda mangdigu. O xil piyoda minishlar bo'lmaganligi uchun kishilar 19 pound degani 8-9 kilodek ig'irlik oshirib etdi. Masalan, kishilarning ig'irligini oshirib etgan ishlar bo'ldi. Pandemiyaning vabo boshlagan vaqtda nurg'un odamlar ishsiz qolgan, hatto Brettonda Amerikada ishsizlik nisbati 10% chiqib ketgan. Harvardning iqtisodshunosi Kenneth Grove'ga o'xshash odamlar Amerika bu xil iqtisodiy cho'kishdan 7 yil qutlanmaydi degan, 7-10 yil qutlanmaydi degan, undaq bo'lmadi. Ya'ni 3 yilning ichida hozir qutulib chiqib bo'lib, Amerikaning iqtisodi oshdi. Shundaq Amerikaning emas, dunyoning iqtisodida pandemik vaboning oldiga qaragan vaqtda butun dunyoning iqtisodi 9% ish bo'lgan. Yevropadagi ahvolmi Rossiyaninki Ukrainaga hujum qilishi bilan energiya krizi paydo bo'lib, ishsizlik ishib ketib, pul pahalılıq ishib ketdi degan dastlabda shular xap bo'lgan. Lekin u yerda ahvol tizginlanishi oltida bo'ldi. Ularning iqtisodi Yevropaning iqtisodi Amerikaning iqtisodiga pek yaxshi bo'lsa-mu, nachar emas. Turkiya, Argentina qatorliq davlatlarningki saylamlar bo'ldi. Ularningki iqtisodiy siyosatlari iqtisodiy qonuniyatlarga tushadigan yo'lni ilib beriladi hozir. Ya'ni rahbarlik qatlini almashtirish bilan ular pul pahalılık nihoyatda ig'ir bo'lgan. Pul pahalılığı ishib ketgan vaqtda qanday qilish kerak? Dal o'simni o'stirish kerak. Eng o'nimli usul shu. Bular unda qilmagan hozir qildi, ya'ni to'g'riroq yo'lga tushyapti demakchi. Ya'ni ularning iqtisodimi yaxshilanish bo'lishi mumkin. Yaxshilanish bo'ladi degan gap. Andan keyin Vietnam, Meksika, Hindiston qatorliq davlatlarning iqtisodi ko'tarilishi va bularmi Osiyo davlatlarining ichida Hindistonning iqtisodi ish, Vietnamning iqtisodi ish va buning sababi nima desa, Xitoyning iqtisodiga cho'kish. Bu xuddi birisininki yo'qtishi, birisininki erishishidek bir holatni shakllantirib qo'ydi. Xitoyda yuz bergan vabo, anikin yuqumni nolga tushirish siyosati, anikin xususiy yakka egilikka bo'lgan qattiq tutish siyosati. Shuna bilan birlikda geopolitical deymiz, siyosiy iqtisodiy surkilishlar. Amerika deydiki Xitoy bilan mandaq sabablar tufaylidan biz nurg'un sabablar bor. Aqliy mulkni o'g'irladik, texnikamizni o'g'irladik va aka deydigan. Sening bilan bo'lgan iqtisodiy faoliyatlarimizni decouple deydi, ajrashtiramiz deydi. Yevropa desa, Yevropa decouple qilmaymiz, de-risk qilamiz deydi. Ya'ni biz ta'minlash zanjiriga bak tayinib qoldik. Bizga yaxshi emas. Bizmi davlat bir entity, bir gavda bo'lganligimiz uchun bizmi o'zimizningki iqtisodni o'ylashmasak bo'lmaydi. Sen bilan munosabatimizni uzmaymiz, ammo sen bilan bo'lgan tijoratimizdagi xatarni tuvantimiz degan
shunday prinsiplar bilan ish qildi. Shunga Xitoyning iqtisodida bütün hozir men tilga olgan davlatlarning ichida Xitoyning iqtisodida ham cho'kish bor. Xitoyning iqtisodining cho'kishi mana shu babaning ta'siri, anikin siyosat, anikin ömürlük bozordagi cho'kish. Anan tashqi dunyoga mal eksport qilishdagi to'vallash. Chunki Yevropaning bozori, Amerikaning bozori Xitoyga burunqidek ochiq emas. Savdo jihatda savdo tamojni bejini oshirish, anikin Xitoyning Uyg'urlarga qarta ilib olgan siyosatida qo'li qonga bo'yalgan shirkatlarga, shuning kuch qo'shgan shirkatlarga jazo qo'yish, milyonlarga Uyg'urlarni majburiy emgakka saqlanligi uchun urilgan pashva mush bularning ta'siri, combinative effect deymiz buning. Yug'lanma ta'sirida mana shuning natijasida Xitoyning iqtisodi hozir cho'kish oladi. Undan sirt yana Xitoyda nopos muhitning bulg'inishi, anikin pul muomala siyosatidagi paychika bozordagi cho'kish, nurg'un foydasiz omillar bor. Xitoyning iqtisodi umumiy milliy daromadning umumiy ko'lami jihatdan dunyoda ikkinchi o'rinni egallaydi. Ammo buning iqtisodida chekinish hozir bo'layotgan gap. Ya'ni FDI deydi, Foreign Direct Investment deydi. Sirtdan bevosita Xitoyga silinadigan mablag'. U mablag'larning Xitoyga eqib kirishi tuvallab ketgan gap, Xitoydan mablag' chiqib ketayotgan gap. Chunki avval xil siyosatlar, har xil qonunlarni ma'qullashi tufaylidan uning mablag' sog'an shirkatlar, kapitalistlar, pul muomala do'konlari bular ansirash ichida chiqib ketayotgan gap. Qo'llaridagi nima bo'lsa mulklarni setib. Bunun 2024-yilda Xitoyning iqtisodining yaxshi bo'lishini derak ko'rmaydi. Nacharlab mengishidan ko'z tutdi degan gap. Iqtisodiy faoliyatlar uncholar ro'shan ko'gil bo'ladigan, isqiqli bo'ladigan bir ilm emas. Ya'ni buni dismal science deb qo'ydi. G'uva tutuq, ochiq bir ko'gil bo'lmaydi. Shunga bir davlatninki iqtisodiy faoliyatlarninki, to'g'ri, Xitoyda masalan yoshlarning ichida ishsizlikning ayti og'ir. Shu iqtisodiy faoliyatlarni ravon elib berishda har xil qarashlar bor, har xil tuzumlar bor, har xil siyosatlar bor. Shuni o'zining qonuniyati, iqtisodning o'zining qonuniyati bo'yicha elib ma'misa, uningga subyektiv ideya bir shaxsning yoki bir turkum odamlarningki o'zini payg'ambarning o'rniga qo'yib yoki xudoning o'rniga qo'yib chaqlaydigan bir qism odamlarningki xato siyosatning buyrug'ining ta'siriga uchrab ketib qolsa, iqtisodiy faoliyatlar oxirida nima bo'ldi desa, chekinishni, uzilishni, buzilishni keltirib chiqardi. Natijada millionlar, necha yuz millionlagan odam onunki dardini tatidi degan gap. Amerikaninki iqtisodidagi, hamda Amerikaning iqtisodiga kelsak, Amerikaning iqtisodida abay degandek yaxshilanish ko'p, yaxshilanish bo'ldi. Mal bahasimi tushyapti. Diqqat qilsanglar, yemeklikning bahasimi, hatto gazning bahasimi xeli tushdi. Shuning bilan birlikda men es qilgan bir nuqta nima desa, inflation emas, shrinkflation desak bo'lar ekan deb qo'ydim men. Ya'ni hozirda do'konlarga qarasak, ba'zi narsalar hozir do'konlarga qarasak, bahasi yuqori, ammo hajmi kichik, miqdori kichik. Shrink degan gap inglizchada tariyish. Bir kiyimni yuvib, aptab qaqiltib qo'ysam da kichiklab ketadi. Shuning o'xshash mal bahasi, narsalarning bahasi ozroq ko'tarilgan, ammo narsalarning bahasimi, hajmi sal kichikilgan shunday bir holat bor. Ko'pchilik shuni his qildimi, his qilmadi. Men shunday his qilib qoldim. Masalan, ma'lum narsaninki yemak-ichmakning bahasi burun shu bahada cho'ngroq narsani ag'lagan bo'lsa, hozir shu bahada berilgan narsa kichik demakchi. Hajmi kichiklab, men Amerikada men bu yozda Yevropalarni aylanib kelgandim. Yevropada shu ish bor ekan, ya'ni narsalarning hajmi, setilgan narsalarning yemak-ichmakning hajmi Amerikaga qancha kichik ketdi.
Lekin men shu xil ahvolni ko'rdim. Amerikaniki demak iqtisodiy faoliyatlar hamma nima shunday o'zgarib turdi. Amerikaniki yana bir ishi Amerikaning o'yimlik bozoridagi ahvol. Amerikaning o'yimlik bozorida o'sim nisbati mortgage yuqori, setildigan uy az. Şu uy bahasida ko'tarilish bo'ldi bu yil. Kelar yili o'simni 3 qatim kesadi. Martdan boshlab o'sim 3 qatim kesadi degan gap bor. Bu mortgagega ta'sir ko'rsatdi. Eng muhim narsa kelar yili o'yimlik bozorida uy bahasining o'sish yoki tushishiga ta'sir ko'rsatgan asosli omil uy bilan ta'minlash. Ya'ni yangi silinadigan uylarninki qanchalik ishi. Balkim kelar yil o'simni mortgage'ni tushagan vaqtda hozir uy sotmagan odamlar, uyini sotmagan odamlar kelar yil setishi mumkin. Lekin Amerikaning uy bozorida bu yil nihoyat cho'ng ko'tarilish bo'ldi. Endi yana bir ish Amerikaning iste'molchilari pulni alomat hajlab qo'ygan gap. Bularning iste'moli ishib ketgan gap. İste'moli ishib ketib turib, yana qaqshayotgan gap. Ya'ni ularning rayini sinasa, sen kelar Amerika iqtisodi qanday qaraysa, "Voy, yaxshi emas, nachar deb turib, alomat pul hajlayotgan gap." Yaponiyadan, Yevropadagi iste'molchilarga qaragan vaqtda, Amerikada vabadan burun qaragan vaqtda iste'molchilarning pul hajlashi natijaga ish berayotgan gap. Nimishqa bo'g'ach hajlaydi. Qanday bo'ladi bu? Birinchisi Amerikaning emgak bozori yaxshi, xizmat tepish fursati yaxshi. İkincisi iş yakası östü hakikaten östü. Ondan üçüncüsü vaba yeni başlangan mezgilde nurgun pul verdi. 2,4 trilyon dolardak işnak puluna taht verdi. Yani demek bu Amerika hükümetinin aşı gıdıklaş, iqtisodni gıdıklaş çekleri pullarınınki ta'siri bo'ldi degan gap. Endi ma'o kishilarning iqtisod yaxshi emas deb turib, nurg'un pul hajlashi nimadan derak berdi desa, bu nimaga o'xshash bo'ldi desa, bir tomoqni ajab ochiq ekanmi deb turib, tish og'riq odam ajab ochiq ekanmi deb, masalan, lamponni laz ajab ochiq ekan deb turib, lamponni yavagandek bir ishda o iqtisod yaxshi emas deb qo'yib turib, pul hajlab berishni shunga o'xshatsa bo'ladi. Şuna bu yıl umum xulasa 2023-yili Amerikaning iqtisodi yaxshi oxirlashdi. Shaqqa xili yuqorilab menyapti, pul paxalligi tuvallayapti. Kishilarimizning ahvoli, moddiy jihatdagi ahvoli, tirishqan odamning ishi yaxshi bo'layapti. Buni ko'pchilikka bir xulosa qilib berdim. 2024-yilga nazar soladigan bo'lsak, 2024-yilgi ishlarning qanday qilishi, hozirgi ahvolning qanday qilishi bog'liq. 2023-yil yaxshi oxirlashdi. 2024-yilga nisbatan iqtisodshunoslar endi recession, iqtisodning chekinishi bo'ladi deb aytganlar. Iqtisod chekinmaydi. O'simni tushasa, iqtisod iste'molni ilgari surdi bu. O'simni tushagandan keyin obortga pul kirdi. Şunun bilan iqtisod yuksildi deb qaraydiganlar bor. Buni qaraymiz. Farzimizdagi, qiyosimizdagi bir dunyo bor, amaliy bir dunyo bor. Amaliy dunyo yoki amaliy ish faoliyatlar yuz bergandan keyin uni xiyolimizdagi dunyo bilan yoki farzimizdagi bilan selishtirib, undan keyin farqini topamiz. Bu farq qancha kichik bo'lsa, shuncha yaxshi albatta. Shunga 2004-yilga nisbatan aytgan vaqtda men har holda umidvorlik bilan qarayman. Yevropadagi urushma hozir 2-yilni oxirlashaydi deb 3-yilga qadam qo'yamdi, qo'ymamdi, o'tirish to'qinish, andan keyin dengiz masalan Suvayj kanalidagi, andan keyin Qizil dengiz atrofidagi azto'l kichik to'qinish tahdidlar, andan keyin Filippin bilan Xitoyning o'tirishga surkilishlar qatorliq shunday geopolitical coğrafiyalik ve siyasi amillar dünyanın iqtisodiga çok ta'sir ko'rsatmasa, yana bir davlatlar o'rtasida urush, to'qinish bo'lmasa, bir vaba olmasa yoki ishga qalamqanchilik chiqmasa, cho'ng davlatlarning ichida ilib berilgan saylam ichki to'qinishni keltirib chiqarmasa, 2024-yildagi iqtisodiy faoliyatlarga nisbatan
yaxshiroq tasavvurlarni, farazlarni qilish mumkin. Xo'sh. Bu cho'ng makroliq gaplar. Endi o'zimizningki gaplarga kelsak, 2023-yili STEM Turkiyadagi STEM programmasiga munosabatlik o'quvchilardan birisi herhalde o'qish mukofoti olib Bostonga o'qishga keldi. Shuning bilan birlikda yana o bir o'g'il o'quvchi yaxshi o'qiyotdi. Andan keyin yana bir qiz o'quvchi, ikki qiz o'quvchi keldi. Birisi magistratda yaxshi o'qiyotdi, birisi to'liq kursda o'qiyotdi. Bularni o'zining tirishchanligiga rahmat. Uchilisi Bostonda. Bularning ota-onalariga rahmat. Ya'ni ballarning o'qish uchun keynida turgan, qo'llagan, demak, tirishsinlar. Kishilar o'zlarining maqsadiga yeta oladi, hayotida yengillik paydo qila oladi. Anadan sirt to'g'ri Uyg'ur taraqqiyot fondi qo'llagan bir necha turimiz 2-yilga qadam qo'ydi, yaxshi mengiyotdi. Bu turni boshlagan, qo'llagan, buningga tanlanib igilik tiklayotgan qarindoshlarimizninki bularga yetakchilik qilayotganlarga rahmat. Bu turlarni aminlashtirayotgan qarindoshlarimizning iyiliklash ro'yiga rahmat. Ham shuning bilan birlikda ikkinchi qaror tanlangan iyilik tiklash turininki moddiy va yetakchilik, maslahatchilik yordamiga erishgan qarindoshlarning kelar yilda iyilikni yaxshi tiklishiga, muvaffaqiyatli bo'lishiga tilakdoshligimizni bildiramiz. Ham shuning bilan birlikda bularga yetakchilik qilayotgan, yordamlayotgan, mush ishlarga destek berayotgan barliq qarindoshlarga bo'lgan rahmatimizni bildiramiz. Kishilarimiz qayerda bo'lsa, tirishib, ishlarni yaxshi tarafdan o'ylab, kishilarning yaxshi taraflarini ko'rib, o'zaro bir-biriga yaxshi uchurlar bo'lsa, yetkazishib, bir-birini qo'llashib qilgan vaqtda ishlarimizda yaxshi bo'ladi. Qolgan gaplar bak cho'ng murakkab gaplarni qilishning hojati yo'q. Hammalarga rahmat. Yangi yilinglarning yaxshi bo'lishini umid qilaman. Rahmat sizlarga.